Agar Toshkentda mana shunaqa qirg'oq bo'lganda bormi? Voy, biznesmen akalarimizni qo'ymasdi-yu. Ha, aka, mana shu hammasi restoran bo'lib ketardi-yu. Xor bo'lib yotdi, qarang. Lekin mana bunaqa yerlar qolmasdi-da. Mana shu restoran bo'lar. Mana bu plashatkalar bor, yoki mana stadionlar buzib tashlanardi-da. Sirazi nima qurgan bo'lardi? Mashkilaz nima qurgan bo'lardi? Ha. Abdurahmon Poziljonov nima edi, ana go'sht pishiradi-yu. Endi sal familiyaga o'xshab ketadi. Jahongir Poziljonov bilan anaqangizmi? Yo'q. Ota boshqa, ona bo'lay aka ukamiz. Ha, bo'ldi. Bizda bo'lganda stankalar hammasi olib tashlanardi. Mana shu yoqqa dom tushardi. Osmon o'par. Mana igrovой plashatkalar hammasi ketardi. Mana bu yerdan xuddi shunaqa bo'lardi. Maksimal darajada udobstvalar qilinib, xalq uchun foyda, naf keltiradigan joylar bo'lardi. Go'zal manzaralar bo'lardi. Sharoitlar yaratilardi. Hozir bo'lyapti, faqat dengizimiz yo'q-da. Dengizimiz yo'q. Lekin to'lqini buniki balandroq, aka. Hozir juda ham aytdim sizga, qarang, inshaalloh agar bizga nasib qilsa, ertaga mana shu Kaspiy dengiziga chiqsak, dengizning ichidagi to'lqinni ayting, vau. Qaranglar, men faqat Orol dengizi kamayib ketgan desam, Kaspiy dengizi, ya'ni Orol dengiziga aka-uka bo'lgan dengizni qaranglar. Bir paytlar suv mana shu yergacha bo'lgan ekan. Chiziqlarni ko'rasizlarmi? Yillar o'tib qaytib ketgan ekan suv. Keyinchalik daroshkalar qilingan-u, daroshka qilinganiga ham bir 10 yillar bo'lgan deb hisoblasak agar, yana 2 metr pastga siljib ketgan, ko'rasizlarmi? Ana shunaqa ma'lumotlar. Nimaga suv qaytib ketyapti, ne unaqa bo'lyapti? Alloh biladi. Ani globalniy потепление deydimi? Bilmadim, lekin u bor gapmi, yo'q gapmi? Voy, yiqilib tushimga azina qoldim. O'zbeklarimiz mehmon do'sti. Bizlarni taklif qilishdi, qaranglar. Nima desam ekan, nima deb tushuntiring? Asyotir balig'i pasta yo'ldi. Restoran qilamiz maxsus. Chaqirishdi, Toshkentda bunaqa joy toshma yo'q ekan. Qaranglar. Ko'rasizlarmi? Asyotirni 17 xil turi bor ekan. Hozirgi ko'rayotgan balig'imiz tashqaridan ko'rinishi. Kakras quyosh botgandan keyin keldik. Mana qaranglar, mana shu yetishtirilar ekan baliq. Ham restoran, ham baliq. Mana bu qal'alarni qaranglar. Boya aytuvmidim bitta videoda, oldin Kaspiy dengizi urovini mashitda bo'lgan. Ko'rasizlarmi? Usti bu. 70 metr chuqurlikda ekan. Asetrinaga yorug'lik tushmasligi uchun bu ular baliq pastda yashar ekan, 70 metr pastda. Chuqurda. Ha, bu har doim sovuqli yashib ko'rar ekan, sovuq bo'lar ekan. Mana shu maxsus 70 metrga kovlangan. Xo'p, endi restoranga kirdik. Mana bizning joy. Voy. To'g'rida dengiz ko'rinmayapti lekin. 5 barmoq deganda eshitganman, lekin fish barmoq deganda eshitmaganman. Ya'ni balg'idan qilingan 5 barmoq. Qizil baliq deyishdi. Ko'ramizmi? Qizilmi? Restoran kelganmiz. Akalarimiz mehmon qilishyapti. Podpischilarimiz orasida bor ekan bizlarni kuzatadigan. Qaranglar. Otabek aka. Siz qiling shuni, siz qiling. Nima so'radingiz? Fish barmoq. Fish barmoq. Adashib fish barmoq dedi, fish barmoq ham bor ekan deb o'tdi. Aytdim-ku sizga, aka. 2 kundan beri so'rayman, shunaqa taom bo'lish kerak aktauda. Bizlar uchun maxsus. Nima bu? Что это такое? Икра калужи. Это очень такой деликатес. Malibuda puli turadi mana shu. Там тоже еще, да? Qaranglar, qanaqa yiladi bu. Xullas, qo'shini olamiz, saryoni olamiz, bundoq. Voy. Keling, qiynalmang. Keyin ko'rsating, men siz ko'rsating. Mana qirraligini olamiz. Buni olamiz, ozgina sariyog'. Sariyog' ham prostoy bo'lmaydi. Qo'qon bo'lish kerak yoki boshqa turlardan bo'lish kerak. Olib, pingvinni suti demadingiz-da? Biz surtamiz mana bunga. Xo'p. Bismillahirrohmanirrohim. Mana mashina o'zi $100 turadi. Jentra bo'ldi. Yetdi. Qani aka, o'z savoring hozir. Bismillahirrohmanirrohim. Ochig'i men birinchi marta yeyishim bunaqa ikrani. Har doim qizil ikra o'rganib qolganmiz. Yarmini menga bering, brat. Qozog'istonlik do'stlarimga rahmat. Rебята, это вообще блаженство. Majlislardan опять-ка qilib qo'yaman. Nobod Aqtau kelib qolsanglar, bomba joy. Mehmon qilishda lekin biz ham mehmon qolamiz.
akalarimizni qovunlardan yeyishyapti, Jizzax qovunlaridan. Xullas, biz ularning ikralaridan yeyamiz. Ikkita xalq birlashsa mana shunaqa bo'ladi, ko'rdinglarmi? Ha, akalar, gap yo'q lekin, ha. Gap yo'q lekin. Bitta qo'l ko'tarib qo'yinglar, bitta qo'l ko'tarib qo'yinglar.